Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari. 2025-yilda so'nggi buyurtmalarimiz, zakazlarimizni, MDF eshiklarimizni o'rnatishga keldik. O'rnatayotgan joyimiz juda ham fayzli xonadonda, Buvayda tumani Jomofeda, Nilufar to'yxonasi to'g'risidan kirgandagi mahallada, xudo xolasa ichkarilarda obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Hop, ichkari tomonga kirib olamiz. Akfalari ham juda ham sifatli akfa eshiklarda o'rnatishdi. Xo'p, biz oppoq rangda juda ham chiroyli holatda 8 eshik o'rnatib berdik. Bir qanotli eshik o'rnatildi. Neoklassik uslubda, original zamonalarda, oshmoshlarda bulardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Narxlari bilan albatta akalar. Eng asosiysi, yonlarni ko'rishlari mumkin, juda ham ideal holatda chiqqan. Qalinligi 4,6-4,5 sm. 08lik MDF bo'lgan. Zamonalar ham yaxshidan qo'yilgan. Xo'p, akalar oshmoshlar ko'rishlari mumkin. Fasoniga, rangiga mos qilib, zamonalarni ham mana pastvert qilib, chiroyli qilib o'rnatildi. Narshinglari ham yaxshidan bo'ldi. O'zi ko'rinib turibdi. Sifati aka ideal holatda chiqqan. Xo'p, eshiklarimizni ichkari tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomoniga dabor ashkalari bilan komplekt holatda o'zimiz kelib yig'ib berdik. Chiroyli holatda orqa tomonlari mana aboyga juda ham mos tushgan. Ko'rinib turibdi mana. Eshik bilan eshikning farqi bor. Buni arzon eshiklarga solishtirmaysizlar, eslatib o'tamiz. Dabori mana dabor deyiladi, yon deyiladi, ashkasi, nalishnigi, zamogini o'zi, shuni o'zi 800 ming so'm bo'ladi. Bu bozorda o'z eshigi o'zi 500 ming so'm. Bozorda eshiklar, oddiy eshiklarga alishtirmaysizlar. Endi bu eshik o'zi boshqa narsa. Ichlari ham mana sasna rekalar bilan karkazlari zo'r holatda tayyorlab chiqilgan. Xo'p, narigi xonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonga mana o'tib oldik. Bu tomonga 5 ta o'rnatilgan, nari tomoniga 3 ta, jam bo'lib 8 ta. Bu sanuzilga o'rnatilgan, bir xil qilib o'rnatildi. Neoklassik uslubda remontlar bo'lsa, bir-biriga juda ham mos tushadi akalar. Tillalari ham mana ko'chmaydigan holatda original sifatlisidan qo'yilgan. Kimga shunaqa original MDF eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narxlarni aytib o'tamiz. Asosiysi, narxlarni bir donasi Vodiy Toshkent bo'ylab 4 tadan boshlab dastavka stanovkalar ichida bo'ladi. Donasi 4 million so'mdan bo'ladi. Ikki qanotlisiga kattaroq eshiklarga jizadan narxlari qo'shilib qoladi. O'lchoviga bog'liq, hammasi razmeriga bog'liq. Eshiklar, MDF eshiklar turi ko'p akalar, bilasizlar, arzonidan qimmatigacha, originalgacha bor. Hammasidan ustanovkalarni, dastavkalarni qilib beramiz. Voha viloyatlarga kelishgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Bunda ham arzon narxlarda bo'ladi akalar. Telefon raqamlarimizni aytib o'tib ketamiz. Telefon raqamlarimiz 94 kod bilan 449 4049 raqamda Telegram, WhatsApp, imo ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kuzatishda davom etasizlar, zarur odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.